Men yeni keldim. Salam do'stlar, yaxshimi? Men Almira. Ma vlogimning oxirigacha ko'ringlar. Jimo mush uxlash kiyimi, shuyi degan narsalarni ajoyib so'raysizlar jinim qizvallar mendan. Ammo lekin shuni so'rg'ininglarga tushliq, men o'zim eng yaxshi ko'rgan, eng yoqtirdigan, mening ko'zimga yaraydigan shu yillarni bizlarga tanishtirib bermaysiz. Oxirigacha ko'ringlar. Shuni mana mening maxsus shoferim Subixon keldi. Tarasil tupayt sen tayt deydigan mening maxsus shoferimdan birisi bor. Tanib olinglar, ismi Subixon. Shuni bilan Tarastırız maşını heydep ne geldik? Jula soğudu sarıya geldik. Şunu bile bu Jula'nınki 10. katı çıkaydı. Gülünü ilip lam ye kirdim. Bu gülünü kimin götürüp kirip barmadı sanla. Hem de bir yerde 10. katının bu şu yerim qavatning hammani egallagan bir cho'ng shirkatdan birisi bor. O bo'lsa-mu Semra xalqaro savdo chekish shirkati. Mana qaysi shirkat? Mana, men ko'rdinglarmi? Mushu yerimining hammasi biroqli bir butun mushu Semra shirkatining. Semra xalqaro savdo shirkatining qurg'uvchilaridan Zumrat xonim bilan Zinnat xonim hadisingil ishkisi. Men ish qilib uzundan bo'ldi. Ish qilib bular bu shirkatni ochqili 8 yil bo'ldi, lekin mening tunishqinimga 5-6 yilcha bo'lib qoldi. Hozir qadar munosabatimiz ilgari shunchalik yaxshi. Har qanday cho'ng kichik faoliyatlari bo'lsin, har qanday cho'ng kichik ishlarda bo'lsin yoki masala sildigan ishlarda bo'lsin, ufqa mana qilay degan mana ishlar batdim yeklamsa mana qilatoq deb ish qilib munosabatimiz shunchalik yaxshi. Har qanday cho'ng kichik faoliyatlarda men boli bor deb bu qatammi shuni bilan bir shavuchaq chaqirib kelsam Gulfiyam bor ekan. Keyinda mana Zinnat ay keldi. Shunchalik yaxshikin bularning mijozi chiqib chiqishib shunchalik aqlliq o'g'inish yana o'g'inish degan deymiz to'g'risida har qitim ko'rsak har qitim paranglish olaymiz-da. Shuni shavuchaqlarga beqonlar deb shunday chiroyli tendiyalarni akapdi. Aytavr ish qilib faqat tatlı yemayman, men nima ish qildi? Qanday tatlı yegili bo'ldi men deb bir baqsanglarchi. Shuni bilan mana Zumrat adam bilan paranglashish jarayonida bu qatimliq Semraniki yangilik to'g'risida paranglashdik. Uyu deb qoldim oxir deb birman. Shuni qarsam mana bizning Pari keldi. Voy, buni mi chaqaga tingsam? Ha dedi. Parim kelganda shunchalik bilakchi xo'shalamimiz bu boyada kulki ovozlar uzilmaydi. Shuning bilan mana Semra xalqaro savdo shirkatining haqiqiy mana tunishtirishim boshlandi qizlar. Abay dedim-ku, mana Semra xalqaro savdo shirkati bo'lsa, qurilgani 8 yil bo'lgan, ish kiyim sohasi va uxlash kiyim sohasida bo'lsa, to'liq oldingi o'rinda tura oladigan markalarning biri, shirkatlarning biri. Xo'shana bo'lsa, endi sizlarga maxsus Semra to'g'risida so'zlab berman, ha. Xinjiang ish kiyim sohasining sarkisi Semra savdo shirkati qurilganiga 8 yil bo'lgan. Har xil fasondagi import qilingan ipak raq bilan ishlangan go'zal ish kiyimlari, uxlash kiyimlari va xonim qizlarning badan sharoitiga asosan loyihalangan bandajlar bilan xalqimizning qalbidan shunchalik cho'nqur o'rin olgan. Xonim qizlarimizning go'zalligi uchun yangilik yaratib to'xtamay intilayotgan shirkatlarning biri. Semra savdo shirkatida xonim qizlarimizni yaxshi ko'radigan har qanday posondagi ish kiyimlarini topa olasizlar. Hamda faqat o'zgaga xos bo'lgan ish kiyim va bandajlarni alayda buyurtib, loyihalatib kiyalaysizlar. Yaqinda Semra shirkati xonim qizlarimizning ish kiyim va uxlash kiyimlarini sinab ko'rib, ilish, setib olish, boshqa tenjilikni o'ylashgan asosda Jula savdo sarayining 10-qavitiga maxsus mushu Semra markasidagi uxlash kiyimi va ish kiyim ko'rgazmiz zalini o'rlashtiribdi. Baya degandek bütün yangiliklarning yanala mushu Semrada. Bu ko'rgazma zali butun Xinjiangda birdan bir bo'lgan ish kiyim ko'rgazma zali. Bu yerda maxsus mushu VIP darajali xaridorlar uchun VIP ayrimxonalari hozirlangan va bu ayrimxonlarda go'zal xonim qizlar uchun alayda nozik nimetler qahvarda tayyorlangan abayqi bizning oldimizga kelgandek demakchi-da hamdi. Xonim qizlarimizda mushu ayrimxonlarda o'zini xuddi malikalardek his qilishadigan, xotirjam bir ish kiyim va uxlash kiyimlarini sinab ko'rib, o'zi yaxshi ko'rgan va dal kelgan kiyimlarni setib olaydi ekansizlar. Bunday yaxshi va go'zal muhitdan bahramand bo'lish uchun xaridorlar cho'qim oldin ola kelishib qo'yishinglar kerak ekan. Chechen yuyujumu qizlar. Andin Xinjiangning har qaysi shahar noyillarida mushu Semra ish kiyimlarining maxsus yetish do'konlari bor. Boshqa shaharning xonim qizlar bo'lsa, xotirjam berib, shu maxsus yetish do'konlarida mana bu uxlash kiyimlari bo'lsin yoki ish kiyimlarini yoki bandajlarni setib olsanglar bo'ladi ekan qizlar. Shuni bilan abayatdan mana bir-birlab sizlarga shunchalik chiroyli tatib ko'z tipagan mana bu kiyimlarning hammasi bo'lsa, dal Semraning yangiliklari. Unda bo'lsa, jinim qizvallar balkim hozirning o'zida oy kiyim ajab chiroyli ketdi, ma uxlash kiyim chiroyli ketdi degan bo'lishinglar mumkin. Ya'ni men ma
uxlash kiyimini shunchalik yaxshi ko'rdim. Ishonsanglar, ana lekin mau hisobda bu uxlash kiyimlari desakmi bo'ladi. Ana lekin asosiy jaju deb qo'yimiz oilada kiydigan. Nurg'un xonim qizlarimiz bor, nurg'un hadiyalarimiz bor. Shaxsan uyni alayda pek yaxshi tutadigan, turmushni suyadigan bir jinjida ayollar demdi. Shuna hadiyalarimiz bor, ana lekin qizlarimiz bor. Hammasi oilada amaliyotdan shunga o'xshash vujurliq kiyimlarni kiyishlarini intan yaxshi ko'rdi. Shaxsan men ajoyib yaxshi ko'rman danglar. Xuddi o'zimni shu hurramlarda his qilib ketaman, xonishlarda his qilib ketaman. Voy bir qaysi bir xonishlardan komtuq deysizlar, qizlar shundami emasmi? Shuni bizim bunday kiyib o'yini ichida lab yuray versak buzali ver deb o'ylayman. O'zimizga ko'ngil o'zimizga xo'sh hosil bo'ladi. Ana lekin mana o'xshash mana eng yaxshi ko'radigan, eng umaq tipdiki shu yillardan tortib biz borki uxlash kiyimlari. Unda bo'lsa hozirning o'zi balkim vi chiroyli kentoq, chiroyli kentoq deyishinglar mumkin. Xo'sh, undaq bo'lsa jinim qizvallar, mushning hammasi men o'zim yaxshi ko'rgan qo'nshilar. O'zim yaxshi ko'rgan qo'nshilarni sizlarga bir-birlab bir kiyib sinab beray dedim-ku. Qani? Mana eng avval hammamizning ko'z tushgan mana bu kiyimi. Nima degan chiroyliqa, nima degan payzi, mishta chiroyli uylarimizning ichida mishta chiroyli uxlash kiyimlarini kiyib oyoqdan-oyoq o'zimizning ishlarini qilsak, balkim voy bir uy deganda 4 balni beqib, 2 balni beqib, o'ngdan so'liga qilib, bu balni ay deganda buna kiyimni kiygan ulamdi deyishinglar mumkin. Unda ketmangizlar, qizlar, ayollar, xonim qizlar. Buni atgani kechki so'rab kiyinglar degan gap yo'q. Bunda bir kunning ichida, bunda 1-2 soat o'zinglarni undaq aram og'izg'ash, kallarni aram og'izg'ash, bir stakan qiziq choyni ichgach, mana kiyib olsanglarmi, ro'y kayfiyatinglar ko'tarildi emasmi? Cho'qim 15 oylik yo'dan kiyib uxlash majburiyat bo'lmagan ekan. Shunday emasmi? Shuna bilan oxiranligini shunchalik yaxshi ko'rdim. Hey, ish qilib, voy qoida qilaman. O'zimni shunchalik futbollarda kesib ketdim-ku miyada. Mana bu shundan o'xshash ujurli kiyimlarni yaxshi ko'rgan xonim qizlar bo'lsanglar, jep yaxshi ko'rdim deb bizinglar qaysi rangini yaxshi ko'rdinglar, qaysi pozonni yaxshi ko'rdinglar. Astiga men shu Semira xalqaro so'z shirkatininki shu doying Chanxosin atqib qo'yma, o'zinglar paranglashib, aloqalashib, agar mushu kiyimlarni maxsus eliqidagi chantayga tizish uchun agaptika bu butun mushu Dubayniki ipak raqdan ishlangan ujurli kiyimlar ekan to'xtanglar. Agarda men mushuni qimmat bo'lsa, setib olsam bo'ladi deydigan do'stlarimiz bo'lib qolsanglar, o'zinglar aloqalasanglar bo'ldi, lekin setib beraman, setib bermam deb mallarni o'qimayman. Lekin keyindiki alaqi odatga o'ydiki shu yillarning hammasini setib olib bo'ldi-mu. Har qaysi maxsus setish do'konlarida bor. Endi chantaysiga tizib qo'ygan ma'no o'xshash g'ayriy posonliqlarni zodi bir kiyib boqqim kelib ketdi rastga qilsam. Men setib beramsam, ufqon bu chantayga tizilgan kiyimlar degan unas kiyib olay deb men yerda kiyib sizlarga doniltib oldim endi. Dedikilari bo'lsa, maxsus uxlash kiyimlari, qaranglar nima degan chiroyliqa. Mana shunday o'xshash tavjonliq uxlash kiyimlari bo'lsin, yo'nchiqlar va ketaxi. Butun hammasi ipak raqdan ishlangan, mush kiygandan keyin badanni shunchalik bir rohatlik bor-da. Yalaqi ba'zi bir uxlash kiyimlarida kelib chaqadigan, dibimizni siqadigan yoki mush yozning kuni bek ta'lit yutadigan undaq nimadan emaskan. Anandan bu ishtallarning hammasi asosiyatan jachonqoyn chiqqan ekanlar, uzun. Bo'ylari egiz qizlar bo'lsanglar, xat darajam setib olsanglar bo'ldika. Malmu bequmoqkana, bir tatliqli bir xil to'g'ran ketaxi. O'zim shunchalik yaxshi ko'rdim, endi o'zim yaxshi ko'rgan shu yillarning hammasini sizlarga kiyib bilasizlar, 1,5 yildan beri shu vlog ishlab, taqat qan vaqtlardan beri menda nimijiq shu yijiq. Menda nimijiq shu uxlash kiyimijiq. Bir oshiqliqim bor uxlash kiyimiga. Nimishkim uxmayman. O'sha omlashtirib kiyishni intayin yaxshi ko'raman. Chunki kayfiyatimiz kunda o'xshash bo'lmaydi danglar. Shunga kayfiyatimizni o'zimiz oilada o'zimiz tanishib olmasak bo'lmaydi. Uyga kelgan vaqtda ching'ida kiyimlarni kiyib o'taq bo'lmaydi. Ba'zida cho'nglar bor, ba'zida bolalar bor. Abak uchiq kiyib olsaqmi yana bo'lmaydi, lekin mashina o'xshash uxlash kiyimlari shunchalik hamda nima deymiz, ixcham chiroyli bo'lg'achqa o'zinglarning kayfiyatiga qarata omlashtirib turib kiysanglarmi bo'ladi. Bir qitimli uxlash kiyimlarimni shundan so'raydi ekansizlar qizlar, shunda uxlash kiyimlarini bir to'ygan qilib berganda, to'yjan qilib berganda cho'qim vaqtni chang tutib o'zinglar aloqalashib setib olsanglar bo'ladi. Urumchini ishtirki xonim qizlar bo'lsa, cho'qim Semira xalqaro so'z shirkatining jo'lariga 10-qatoriki maxsus chantaysiga kirib, o'zinglar ko'rib, bandajlari shunchalik payzidanglar, shunda qilqida yoram qilmaydigan rahatlik bandajlari intayinjiq. Hamda bu yerda sizlarga bandajni kiyib chiqib, sinab berish biza absiz bo'lg'achqa men deb qo'yib o'tib borman. Bandaj sohasida ko'tarilib ketgan-ku Semira. Shuningga bandajlardan yoki ish kiyimlaridan har xil yengilliklari kelib ketibdi-ki, shu Swarovski shu ish kiyimlari debmi, asta bir qo'nshilar kapto shunchalik payzgan. Anarga ma uxlash kiyimlarini yaxshi ko'rsanglar, setib olsanglar bo'ladi. Shuning bilan birga abay dedim-ku.
Men Semira xalqaro so'zlash shirkatidan mushu doyinja aholsini pastga go'ngchangga chiqarib qo'yman yoki mushu at qilib qo'yman. O'zinglar aloqalashib, mushu go'nju qilib qasanglar bo'ladi. Qochilsanglar bo'ladi. Ha? Xo'sh, shuni bilan mana nechiqurni elib elib mushu shuni bilan maqla achamiz ishlaringlar berkatlik bo'lsin deb salomni cho'nglarini qilib etib, xo'shlashib mangdim. Unda bo'lsa vlogimni mushagish ko'rgan do'stlar, yanzang go'nju qo'yishni unutmanglar. Xayr xo'sh.